Assalomu alaykum. Haligi bir video qilganda chala video qildim, mana endi hali hech kim yo'qligi mana Oqoltin masjidi, yangi masjidi 17-savxoz. Va shu zo'r chiqqanda. Qarang, voh. Boshing aylab ketdi. Dahshat chiroyli chiqdi, zo'r chiqdi lekin. Shu obzor qilib qo'ydim. Chunki birinchida qila olmadim-da, jamoat bilan namoz o'qishga kirib ketib qoladiku, shunda qila olmadim. Endi men bu safar bemalol. Hech kim yo'q. O'zi kech qoldik-da. 1:30 bo'ldi soat. O'zi ketib qolibdi. Sog' bo'linglar.